Mən Adila Ablız. Mən kiçigimdən sənətni acayip yaxşı görətdim. Həm də dərslərim xeyli yaxşıdım. Oxutuqçularımı yaxşı görətdi. Çoğ apam çoğ qağan məni. Əlbəttə apam dadam mübadə. Ananın mehriga, dadının mehriga to'shab cho'ng bo'pti men. O'zimni ayt yaxshi ko'radigan, ham menim ajoyib yaxshi ko'radigan bir odam bor. Biz bir oila kishilarni ayt baxtli cho'ng bo'lganmiz. Apam dadamlarga bek rahmat aytaman. Kichik vaqtimda hech qanday narsalarga talmir o'tmay, har qachon meni so'yib, bag'riga besib, akiltib cho'ng qilganligiga bek rahmat aytaman. Shuning uchun men naqshlarimda eng oldi bilan tabiatni kuylasam, anadagi otini, onani hem etrafdaki meni yaxshi ko'rganlarni ashundaq kuylab kelganman. Kichigimda doim usulchi bo'laman deb uydagilarni qaqshitatdim. Apam qat'iy usulchi bo'lishimga qo'shilmagan. Maktabda kurjuklarga qatnashib olatdim o'g'irliqcha. Apamlar bilibli qolsa meni kurjukdan chiqarib yetadi. Buningga qatnashmang deydi. Bak ansiraydi mening san'atchi bo'lib qolishimdan. Nima uchun desa, san'atchini yaxshi ko'rmaganlikdan emas. Apam o'zi san'atchi. Ishkilisi harbiydi apam dadamlar. Dadam tarjiman bo'lsa, apam harbiyning ichidagi san'atchi, usulchi. Adammi san'atchi bo'ldi. Shuning uchun hamda uydagi hammamiz san'atchi bo'lib ketmaylik degan bo'lsa kerak. Men unda degan sira men bak yaxshi ko'ratdim. Goh naqshi aytdim, usul o'ynatdim, kurjuklarga qatnashatdim. Tenim yayrab ketadi. Ashna kurjuklarga qatnashib olsam, hatto darslarimdan chiqib Adila miyaga chiqinga deb san'at muallimlari chaqirib achkatsa, ichimda bir xil xush bo'lib ketadi. Men chiqib naqshi aytadigan, usul o'ynaydigan bo'ldim deb. Uyga mehmonlar kelsa, marab turatdim. Qachon meni bir usulga naqshiga taklif qilaman, bir o'ynab olsam, aytib olsam deb. Keyin başlangıçını bitirdim, o'rta maktabni bitirdim, Gojongni bitirdim, Dashuni bitirdim. Arzu armanlarımı o'zing cho'ng bo'lishiga agishib o'zgarib maqdi ekan. Kichik vaqtimda uydagilarning menga o'rgatib qo'ygani bo'yicha cho'ng bo'lsangiz nima bo'lasiz desa, doktor bo'laman deydim. Ama keyin mening kasbim va yoki o'zimningki yaxshi ko'rishimdan faqat doktorlikqa yaqin kelolmaydim, chunki men ijtimoiy fan o'qidim. Til adabiyotni yaxshi ko'ratdim. Anadaki bu chet el tillarini o'rgansam degan arzu umidda bo'lgandim. Arzu umidim bo'yicha axir oliy maktabda ingliz til kasbida o'qidim. Ingliz til kasbida 5 yil tarjimonlikda ishladim. Xeyli yaxshi tarjimon bo'ldim. O'zimni bir kuchlantirdim. Chunki tarjimonlik jarayonida biz nurg'un odamlar bilan uchrashib ekanmiz. Nurg'un shu sayohatchilar bilan ko'rishib ekanmiz. Bularning mijoz xarakteri bilan uchrash jarayonida o'zimizning mijozimizni tavlaydi ekanmiz. Anandan tuyuqsiz menda opamning shu rejissorlik kasbini yaxshi ko'rib qilish istagi noyda bek kuchlandi. Shuning bilan shu Xinjiang radio televiziya stansiyasiga almishib kelish xiyolida bo'ldim. Men shu tarjimonlik kasbidan Xinjiang radio televiziya stansiyasiga o'tgandim. Hatta buningga opam qo'shilmadi. Men qilgan kasb bilan buning xeyli jafosi bor. Siz mushu tarjimonlik kasbingizni ayt yaxshi qilaversangiz bo'lmamdi dedi. Nima uchunki ish qilib shunchalar yaxshi ko'rib ketdim bu kasbni. Shuning yosh vaqtida odam nimani yaxshi ko'rsa, darhol shuni qilg'isi keladi ekan. Hargiz so'ralmalik yo'q deymanda. Darhol bijirishim kerakmish ishlarni, yaxshi ko'rgan ishlarimni vaqtida qilishim kerak deb. Demak, men hayotimda ko'p kasblarni qildim. Naqshi etdim, tarjimon bo'ldim, o'qituvchilik qildim. O'qituvchilik mening ingliz tili kasbidan o'qituvchilik qildim. Keyin rejissor bo'lgandan keyin rejissorlik kasbidan o'qituvchilik qildim. Men hozir suratga tatiyotgan Muxtar mening o'quvchim. Bugungi kunlikda mana o'quvchim meni surat kelib, "Muallim, bugun bir suratingizni tatib qo'yay. O'zingizning bir mundaq turmushingizni deb bersangiz, men o'z qo'lim bilan bir tatib boqay" deb. Allah bugungi kun kelganda o'quvchilar bilan o'qituvchilar birga xizmat qilyapmiz. Shuning uchun men umuman hayotimda o'zimni bek baxtli his qilaman. O'zim yaxshi ko'rgan ishlarimni qilibman. Qaysi kasbni yaxshi ko'rsam, shuni qila olabman. Xanzochi aytgan vaqtda ayixan deymiz. Men har qanday kasbni qilsam, har qanday ishni qilsam, yaxshi ko'rib qilaman. Yaxshi ko'rmagan ishimni cho'qim qilaman deb turib olmayman. Shuning uchun men yaxshi ko'rgan ishlarimni qila olganligimdan, mana bugungi kunga ulisha olganligimdan o'zimni bek baxtli his qilaman. Endi bu studiya kim keldi programmasiga men riyosatchi bo'lib qoldim. Men riyosatchimdim. Hammaylar biladi balkim. Men riyosatchi emasdim. Burunqilar meni naqshi kasbidan naqshlarimni bilgan bo'lsa, keyin balkim rejissorligimni ya bilgandi, bilmagandi. Men shu uzun yil televiziya stansiyasi rejissorlik kasbida, ya'ni film ishligichi, ma'lum bir filmningki mas'uli degan gapkan bizning idorada bu film ishligichilik vazifamni o'tadim.
Məşrəf proqramlarını işlədik, burunqi bir söhbət, sənət proqramlarını işlədik. Muşu proqramlarını şundaq bək köngül verib işlədim. Özüm yaxşı görüb işlədim. Ondaqda qandaq bu riyasətçi olub qaldım. Studiya kim gəldi proqramısı muş naxşıçılar bilan, sənətkarlar bilan söhbət ep baradigan, bularni səhnik təklif qilib bular bilan bir ortaqlıq hasil qiladigan, tomoshabinlarimizga mana muşlarning qalb so'zlarini va yoki eng nodir naqshlarni sovg'a qiladigan mushundaq bir programma. Bu programmani biz asosiyatdan o'zimiz layladik. Buningga albatta ustozlar, mushu butun mamlakatdagi eng donliq ustozlar, idoradagi rahbarlar, kasbdoshlar hammaylar bizga nihoyat yaxshi yo'llarni ko'rsatib, bu programmamizni texnik mukammallashtirib berdi. Buningda bir naqshchi, ancha-muncha naqshi ayta oladigan bir riyosatchi kerak bo'lib qoldi. Mening xiyolimda men boshqalarni o'ylashib, boshqalarni yozgan vaqtimda idora rahbarligi buni sen qil, sana muvofiq keladi. Uningsiz sen bu programmaning ichiga kira olaysan, o'zing tushuna olaysan degan vaqtida men o'ngli qilib qoldim. Riyosatchilikni qilamanmi? Bu qanday bo'ladi? Axir bu kasbni qildim. Zimingizga yuklanadigan, o'zingiz yaxshi ko'radi ekansiz va yoki shuningdan kichikgina tushuncha hosil qila olgan bo'lsangiz, siz bu ishni cho'qim yaxshi qila oladi ekansiz. Albatta, men butun riyosatchilarga nisbatan ajoyib yaxshi qilyaptim deb o'ylamayman. Lekin mush programmaga nisbatan, o'zimning iqtidorimga nisbatan, o'zimning burunqi holatimga nisbatan har holda yomon emas bu programmaning huddisidan chiqdim. Riyosatchilikni har holda riyosatchi emas, faqat buning bilan bir muңдышып, mush san'atkorlarimiz bilan muңdышып, mushlarning naqshlarini elga yetkazib berish, suhbat jarayonini elga yetkazib berish jarayonida kichikgina bir ko'riklik rol o'tayaladim deb o'yladim. Shuning uchun bu kasbimni yaxshi ko'rdim. Demak, men hayotimda naqshchi bo'ldim, tarjimon bo'ldim, sayohat yetakchisi bo'ldim, ingliz tili o'qituvchisi bo'ldim, rejissyorlikdan dars berib o'qituvchi bo'ldim, rejissyor bo'ldim. Film işləyicisi oldum. Hətta suratga elish xizmatini qildim. Bizda davbo deymiz. Mana endi riyosatchi oldum. Bütün hayatımni cheksiz suyman. Hayat jarayonimda menga har qachon yordamini ayamagan, har qadamimda menga yordam bergan eng oldi bilan ota-onamga, mayli qaysi kasbni qilay, shu kasbni qilish jarayonidagi rahbarlarimga, ustozlarimga, meni qo'llagan, quvvatlagan xizmatdoshlarimga, anodagi men ekronga ko'rinay yoki ko'rinmay, mayli nima ish qilay, menga davomli yordam qo'llarini sungan, yaxshi tilaklarini tilagan barliq sizlarga chin qalbimda rahmat aytaman. Sizlar bo'lmasanglar, bu kunim, bu hissiyotim, bu ishlarim bunchalar go'zal bo'lmasdi. Sizlarga chin qalbimda rahmat aytaman. Teninglar sog' bo'lsin, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Sizlarning yan davomli qo'llashinglarga, madad berishinglarga har qachon mishada bir qizimiz biz uchun xizmat qilib yetibdi, bizni chavaklarimizni ayamay bu qizimizga yog'dirayli deb o'ylashinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Rahmat sizlarga.